Yer yassi shaklda ekan. Hozir tushuntirib beraman. Yer shar shaklida, yassi shaklda emas. Bu endi meni fikrim. Lekin boshqa tarafdan yerni yassi shaklda deb yuradiganlarni agar fikrini olib qaraydigan bo'lsak, ular o'zlarining xaritalarini tuzishgan. Xaritalarda asosan, misol ko'rishimiz mumkin, bu yerda bir nechta xaritalar ko'rsatilgan, ayni ular ishlab chiqqan. Bu xaritalarda asosan 5 ta markazda joylashtirilgan. Antarktida esa ularni o'rab turuvchi devor. Hozirgi videoda ham bu narsani kuzatsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 5 ta qit'a Amerika, Osiyo, Afrika, Yevropa hamda Avstraliya qit'alari markazida joylashtirilgan. Uni esa o'rab turgan muzli devor, ya'ni Antarktida. Shunda hozir savol tug'iladi. Nimaga aynan yassi yer nazariyasini ilgari suruvchilar bunday fikrda? Bunga bir nechta sabablar bor. Birinchi sababi bu Antarktida ustida samolyotlar uchmasligi. Ikkinchisi, Antarktidani ustida amalga oshirilgan amaliyotlar hammasi ham ommaga tatbiq qilinmaydi. Uchinchi sababi BMT tomonidan bir nechta davlatlargina uni o'sha Antarktidani nazorat qiladi, ya'ni yirik davlatlar. Va to'rtinchi sababi bu xarita bilan bog'liq. Agar siz dunyoning siyosiy xaritasini, farqi yo'q, umuman dunyoning xaritasini ko'radigan bo'lsangiz agar, janub tarafga qarab quruqliklarning sayoz ekanligini ko'rasiz. Ya'ni Antarktidaga yaqin hududlarda quruqliklar kam, lekin Arktikaga qarab boradigan bo'lsangiz agar, quruqliklar juda ham ko'p, orollar ham ko'p. Kelinglar endi ularning taxminlarini shar shaklida qo'yib tushuntiramiz endi. Birinchi taxmin bo'yicha Antarktida janubiy qutb emasligi ma'lum bo'ladi. Ikkinchi taxmin ekvator ham hali aniq bo'lmaganligi yoki Antarktidaning o'zi ekvator bo'lib chiqishi ham mumkin. Endi ularning taxminlari bo'yicha. Uchinchisi, yer aytilganidan-da kattaroq ekanligi ma'lum bo'ladi. Yana bu faktlarga ishonib yurmanglar. Endi bu yassi yer nazariyasini ilgari suradiganlarning fikrini men shar shakliga ko'chirdim.